Mana shu storiesda qanday qildingiz degan zaпрос keldi. Hozir sizlarga qanday qilishni o'rgataman. Birinchi navbatda istoriyaga kirib olamiz. Любой o'sha rasmmi, videomi tanlab olamiz. Demak, galereyamizdan любой o'zimiz xohlagan rasmni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Shuna qilib biroz yaqinlashtirish kerak bo'lsa, yaqinlashtiramiz va meni telefonimda o'quvchilarimga o'rgatganim uchun har doim shunaqa mishka bor. Va mana bu 3 ta nuqtachani bosamiz, risovashni bosamiz. Va risovashdan keyin mana shu 3-chi qalamchani tanlaymiz. Mana bu belgini tepaga ko'tarib qo'yamiz va mana bu pipitkani tanlaymiz. Tanlaganimizdan keyin mana shu yerda bizda ranglar chiqadi. Mana o'zini mana stories formatidagi любой rang. Va biz mana shu yerdagi rangda любойni bosamiz. Men, например, temniroq qilmoqchi bo'lsam, temniroq rangini tanladim. Va ushbu ekran ustiga shunday bosib turamiz. Va ko'rgani bizda ekranimiz to'qlashdi. Endi bu yerga biz xohlagan motivatsionныйmi, nima gapimiz bo'lsa yozishimiz mumkin. Ekranga bosib turaman-da. Bu screenshot. Shunday qilsam, mana shu so'z skopировать deb bosaman. So'z mana qovuschaga olindi. Bu haligi men tayyorlab qo'ygan storiesga qaytdim. Bukvani tanladim, stavить qildim. Mana bu yerda hozir bizda tagi rangli bo'lib qoldi. Mana bu yerda bossak, rangi o'chadi. Mana bu yerdan любой shriftni o'zimizga yoqqan shriftni tanlashimiz mumkin. Menga shu shriftim yoqadi va gotovani bosamiz. Va bunday qilib, mana kichraytirib, hech kimni yomon ko'rishga vaqtim yo'q. Yaxshi ko'raman yoki umuman qiziqmayman. Profilimda bundan foydali videolar bor. Menga obuna bo'ling.